زمستون شده از این سایه جگر خون شده سراغی بگی. Nega yopib ketdi Yahyo aka, nega video chiqazmayapmiz? Endi boshlaymiz bolalar, do'stlar. Hozir qish o'rtasida yashiklar keldi. 100 tasi, yana 100 tasi keladi. Xudo xolasa yechiklarni hammasini yengil olamiz. Bu birinchi moment. Ikkinchi moment, asalarichilikni noldan boshlab yoki rivojlanmoqda bo'lganlarga darsligimiz tayyor bo'ldi. Videoni tagida men Telegram kanalimizni silkasini qo'yib qo'yaman. O'sha yoqqa o'tib asalarichilik sohasini rivojlantiramiz, o'samiz. Uchinchi moment, inkubator yasayapmiz. Uni keyin obzor qilamiz. Qish o'rtasida turibmiz, arilar litoklari ochiq. Qishloq bo'yicha ko'p gapirilganman. Platniy darslarimda qishdan arilarni eng zo'r olib chiqish usullarini ish beradigan, ish bermaydiganlarga to'g'risida darsligim ham bor. Yashiklarga keladigan bo'lsa, keling ko'rsataman. Yashiklar demak hammasini atrofini oq qildik. Mana akam olib keldilar, 2 kun zapravkada qolib ketib, gaz bermasdan bular 3 kun deganda yetib kelishdi vodiydan. Tak, demak birinchi navbatda qopqog'idan suv hech qachon kirmaydigan qildirdim, rangi oq va ichidagi fanerasini qildirdim hammasini. Va bir-biriga tushadigan bo'ladi, tegidagi aniq ham pachaq bo'lmaydigan qildim ari. Shuning uchun buni hammasini yengiladik. Tepa litoklarni hammasini dumaloq qildirdim. Sababi bizlar gulchang yig'ish uchun berardik. O'shanga arilar tiqilishi mumkin. Undan tashqari tepasi uzunchog'i yo'lda bizlar arini toqqa yuklab qaytayotganda ko'p holatda bu ochilib ketar edi. Shuning uchun o'zgartirdik. Dumaloq qilish bizga qulay ekan. Buni almashtirganimiz sababi Azamxon aka, Solimxon aka, yana kim edi akasi. O'sha bolalar har xil yasagan, har xil yasamagan, bir-biriga diafragma tushmaydi. Buniki misol uchun unga tushmaydi, uniki bunga tushmaydi. Bu pokoleniyamiz 200 ta rovni yashik bo'ladi. Va bular bir-biriga tushadi, transformer vazifasini bajaradi. Keyin undan tashqari rangini bir tarafini обязательно sariq qildik, faqat chap tarafini. Misol uchun mana shu yerda ham bitta xatolik bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 33 bilan 19 ikkita sariq yashik bir-biriga qo'shni bo'lib turibdi. Men bunga kelgan ari bunga adashishi mumkin agar bunga pilsalar vitil qo'ysangiz. Shuning uchun faqat hozirgilar mana chap taraf mana bir xil bo'ladi, xudo xolasa shaxmatni porядка bo'ladi. Shunda ikkita sariq anaqa bir-biriga qo'shni bo'lmaydi, mana bunga o'xshab ikkita qo'shni sariq. Shu narsalarni ham bartaraf qildik. Kursga keladigan bo'lsak, kursi srochni olib sotib olinglar. Xudo xolasa narxini urib 1 million 100 dollar qilaman. Hozirgi paytda 1 million qilib qo'yibman. Uni ichidagi bitta mavzularni ko'rib chiqsangiz, albatta sotib olasiz. Bor yo'g'i 1 millionga mana bunaqa yashikdan ikkita beradi. Yoki 2 banka asal sotasiz. Lekin siz bir umrga yetadigan, kerak bo'lsa farzandlar nevaralaringizga yetadigan zo'r kasbi egasi bo'lasiz. 3 yil Selxoz institutida o'qib ham bunaqa bilimlarni ola olmaysiz. Darslarimizning soni 27 ta mavzu. 5 tasi eng ilg'or asalarichilarning intervyusi, yangi boshlovchilarga, boshlab arisini o'ldirib qo'yayotganlarga tavsiyalar berilgan. Shuning uchun kanalimga tegidagi anaqaga kirib sotib olasizlar. O'sha yerda nomerlarni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. U temani gapirdim. 3-tema. Matkaga zakazlarni xudo xolasa boshlayapmiz. Mana bu yerda hozir ko'rsataman. Tak, xudo xolasa inkubatorimiz ishga tushadi yaqin kunda. Bardak bo'ldi, e'tibor bermaysizlar. Ko'chada joy yo'qligi uchun narsa olib kirdik. Mana bu inkubator xudo xolasa ishga tushgandan so'ng matkalarni inkubatorda juda sifatli chiqazishga harakat qilamiz. Shuning uchun matkalarga zakazni boshlayman. Faqatgina oldindan avans bilan bu yil zakaz olaman. Chunki o'tgan yili shunaqa holat bo'ldi. Mana bu spiskamda ko'rgan bo'lsangiz, har birini kunma-kun anaqa qilib chiqqanimizda bitta ikkita holat bo'ldi. Aka men boshqadan oladigan bo'ldim, olib qo'ydim, boshqa bo'ldim degani uchun meni kun tartibim buzilib ketdi. Keyin kimnidir oladigan kunni oldiga surishimga, kimnidir orqaga surishimga to'g'ri keldi. Bu menga juda lishni asabbuzarlik qildi. Chunki matka chiqazishi o'zi juda katta asab talab qilinadi. Tartibli, hisob-kitobli fikrlash. Bir kun adashib ketsang, 20-30 ta matkani chaynatib qo'yishing mumkin. Shuning uchun oldindan avans olib turib zakaz olaman bu yil. Narxiga keladigan bo'lsak, bilmayman, 140 ming, 150 ming bo'lishi mumkin. Karnika hozir ona tarafini o'ylayapmiz, ustozlar bilan maslahatlashamiz. Shunaqa matka zotini chiqazamizki, ko'proq asal yetishtiradigan bo'lsin. Tak, inkubatorga qaytadigan bo'lsak, obzor qilishim mumkin. Topli pol, bu uteplat bo'ladi, bu uteplat bo'ladi. Tak, blok upravleniya demak, men bu blok upravleniya bo'ladi, olib kelib qo'yilganman. Buni hammasini butga joylashtiriladi, xudo xolasa. Men shu usulda
Tak, matkalarimiz mana shu inkubatorda xudo xolasa chiqadi. Havo haydab turadi. Har bir timer asosida ishlaydi bu. Xuddi arini ichidagi mikroklimatni 100% ta'minlashga harakat qilamiz. Shunda matkalarimizning sifati juda baland chiqadi. Hozir bunga undan tashqari stabilizator, svet uchganda dvijoklarni qo'yish masalasini o'ylayapmiz. Xudo xolasa bu tayyor bo'lgandan keyin qo'shimcha obzor qilamiz. Manzilimiz Chirchiq shahri bo'ladi. 1 yil davomida bizlar o'sha darslikni tayyorlash uchun jamoamiz uchun juda katta vaqt, asab, umr talab qildik. 3 ta 4 ta joyda adashgan holatimiz ham bo'ldi. Ya'ni platforma masalasida oxiri qayta yana Telegramga joylashtirishga qaror qildik. Sizni bilmagan, tushunmagan joyingizni savol bersangiz, navbatdagi videoni tayyorlab boraman. Bu bilan aytmoqchimanki, siz asalarichi bo'lsangiz, meni darsimni sotib olsangiz, sizni 1 yil davomida saprovajdat qilish meni bo'ynimda bo'ladi. Siz tushungan, tushunmagan joyingizga men qo'shimcha videolar tayyorlayman. Chunki hozirgi paytda 27 ta darslik, lekin sizga nima ayniqsa qiynayapti, qaysi muammo sizda yechim topilmagan, shu narsalarni o'sha bizning videolarni ko'rgandan keyin yo'q sezgina shunga moslab video tayyorlab berib, inshaalloh siz ham asalarichilik sohasida qoqilmasdan harakatlanib muvaffaqiyatga erishishingizni ta'minlaymiz degan umiddaman. Yana qo'shimcha gaplar esimga tushsa gaplashamiz. Rahmat. زمستون شده از این سایه جگر خون شده سراغی بگیر خودم هیچی یه حال و خبر از این بوته عقاقی بگیر